Assalomu alaykum azizlar. Men Fazliddin Yoqub Xorijdan Amerikadan. Tarix omonatdir kanali va gruppasi. Bismillahirrohmanirrohim. Mana 1446-yildan 1447-yilga o'tganimizga mana 2 kundan oshdi. 26-iyun kuni almashish bo'lib, islomiy hijriy hisobga ko'ra 1447-yil kirdi. Hammamiz uchun xayrli bo'lsin. Yanagi shu kun, shu vaqtlarga tinch eson-omon, sog' salomat, hammamiz saflarimiz buzilmay, barakatlar bilan, huzur bilan, solih amallarga yetib borishdi. Butun vatanimiz O'zbekistonni ichi tashqarisida Turkiston, Turon, Turk dunyosi, butun ummati Muhammadiga xayrli qilsin. Azizlar, kechagina 20-iyun Mustaqillik deklaratsiyasi deb o'tkazgan xayrli tadbirimiz Turon xalqaro tashkilotida ham o'tkazildi. Bu mustaqillik Turonga yo'l deb turib o'tkazildi. Tarix omonatida ham juda qiziqarli o'tganligini do'stlar, muxlislar vatan ichi tashqarisidan yaxshi xabarlar bilan bizni sevintirishdi. Albatta, tarix kunlarni bilish, haqiqiy tarixni o'rtaga chiqarish bizning vazifamiz. 29-iyun kuni nima bo'ldi dersizlar? Bugun 29-iyun kuni azizlar, 1864-yil 1-oktyabrda o'sha Chor Rossiyasidagi o'rus bosqinchilari tomonidan bizni yurtimizni tarixiy, strategik qadriyatlarga ega bo'lgan mardonavor qahramon shahri Toshkentni bosib olish uchun hujum boshladi. Vahshiyona bosqinchilik hujumida 9 oy mardonavor kurashdi. Qahramon Toshkent xalqi, mujohidlari, qorilari, imomlari, to'ralari, saidlari, butun xalqi misli ko'rilmagan matonatlar ko'rsatdi. U vaqtda internet, iPhone'lar, kinoga olish boshqalari bo'lmaganligi uchun tarixiy yozmalar, qo'lyozmalar juda oz qolgan. O'rislarni Leningradda, Sankt-Peterburgda, Saltikov Shedrin bibliotekasida yozilgan Belые Пятнышки istoriya deganda bo'limidagi o'zlarini, askarlarini, ofitserlarni tan olib yozgan o'sha narsalar arxiv ochilsa, olib o'qilsa, juda ko'p narsa ochiladi. Biz xorijda o'rgangan narsalarga ko'ra 9 oy ichida mardonavor jasorat ko'rsatgan musulmon Turkistonda Toshkent xalqi butun men toshkentliman degan, o'zbekistonliman, turkistonliman deganlar buni o'rganishi, buni bir o'qib chiqishi, bu tarixni Fanlar akademiyasi tarixchilardan, bu haqiqatni bilganlardan nimaga ochmayapsizlar? Ko'rsatinglar, xalq bilsin deydigan yerga kelib bo'ldik. 35 yil bo'libdi ya mustaqilligimizga, hali ham o'zimizni tariximiz ochilmadi, haqiqatlar bekitiladi. Poytaxtimiz bo'lgan bugun Toshkentni xalqini, jasoratni bilganingizda yig'laysiz, toshkentliklarni o'pasiz. Shunday ishlar, lekin hillachi bo'lgan bosqinchi, vahshiy, sharafsizlar, o'rus bosqinchilari shunday qildiki, yenga olmagandan keyin, bir qancha qilgan ishg'ol hujumlaridan keyin Toshkentni suvsiz qo'yishdi, qamal qilishdi. Bunga ham chidab, tayanib, bitta mayizdek nonini hamma yo'g'ini bo'lishib, baham ko'rib, haqiqiy islomni, haqiqiy insoniylik bir ibratli bir nimasini, odob axloqini butun dunyoga dushmanlari ko'rsatdi. Bugun tarixchilar kecha kunduz gapirsa tugamaydigan jasorat bor, lekin xoinlar topdi dushman. O'sha vaqtda ham xoin sotqinlar bor ekan. Ularning yordami bilan Toshkent darvozasi ochilib, kirib, qirg'inbarot, genotsid qilish boshlandi. Bola, chaqa, ayol demasdan otishdi. Qarshilik ko'rsatganlarni osishdi. Bu yerda bo'lgan vahshiyliklarni och beradigan mard tarixchilar O'zbekistonda qolganmi, yo'qmi, Fanlar akademiyasi, tarix institutida, men uni bilmayman. O'sha maxsus men tarixchiman deganlar chiqsin, diplomi borlar, kandidat, professor, olimlar chiqib shunday xalqqa bugun haqiqatni aytsin. Mustaqilmiz-u. Kimdan qo'rqasizlar? Shuning uchun azizlar, 160 yilligi bugun. Bugun Toshkentda, bu qahramon shahar Toshkentda, toshkentliklarni bu jasoratini dunyoga tarannum qiladigan va motam qilib, butun duolar qilib, xotirlab turib, butun Toshkent xalqiga, O'zbekiston, Turkiston, Turon, Turk dunyosiga e'lon qilinadigan voqeadir. Azizlar, meni nimam yetmayapti.
shunchalik darajada to'lqinlanib ketyapman. Tariximizni o'rganishdagi qadamlarda bardavom bo'linglar. Haqiqatlar ochilsin, tarixchilarimizga ham jasorat bersin. Shu zolim, zulmlar sultonati bo'lgan o'risparast, kremlparast xoinlar o'rtaga chiqib tozalansin. Bugun o'sha xoinlar darvozani ochib berganlar. Ism shariflari bilan kelajakda chiqishlarimizda aytamiz. Sulolalari hokimiyatda o'tiribdi. Juda katta mansablarda. Ular hali ham yashayapti. Xalqimiz bilishi kerak bu xoinlar, sotqinlarni. Sovetlar davlati, Fudoslar davlati parchalangandan keyin Latviya, Litva, Estoniyada gazetalarda, matbuotda e'lon qilindi. Kim quloq bo'lgan, kim troll bo'lgan, kim haligi ayg'oqchisi bo'lgan, bu narsalar ochildi. Xalq bildi, ular davlat ishlariga qabul qilmaydi. Hozirgi kungacha yashaveradi, qolmaydi, lekin xalq biladi. Shunday qilib bizdagi xoinlarni ham, zolimlarni, o'shalarni hammasini ochib e'lon qilish kerak. Vaqt keldi. Shu qadamlarni tashlamasanglar, hech kim tashqaridan kelib qilib bermaydi. Allohga omonat bo'linglar. Tarix omonatdir kanali Amerikadan Fazliddin Yoqub.